Demak, milliy sertifikat kitobidagi yechimlarni ko'rishda davom etamiz. 50-misolga kelib qolganmiz. 50-misolda ildiz 16 ning kvadrati plus minus ildiz 17 ning kvadrati va hokazo shu misolni hisoblashimiz kerak. O'quvchilar bilib olishimiz kerak bir narsani. Mana bunaqa ifoda tursa, ildiz ostida minus a ning kvadrati bo'lsa, bundan ildiz chiqmaydi. Bunaqa ildiz yo'q, ildiz tushunchasi. Lekin ildiz ostida minus a ning kvadrati bo'lsa, bundan a chiqadi. Chunki mana bu kvadrat ildizda-da, ildizda minus a ning kvadratini mana buni topib oladigan bo'lsam, a kvadrat bo'ladi. A dan ildiz chiqarsam bo'ladi a qilib. Demak, xuddi shu xossalardan ko'ra ildiz ostida 16 ning kvadratdan 16 chiqarsam, mana bu ildiz ostida minus 17 ning kvadratdan, demak, mana bu minus a kvadratdan chiqardi. Ildiz ostida a kvadratdan a chiqardi. A 0 dan katta bo'lsa, minus a chiqardi, a 0 dan kichkina bo'lsa. Demak, mana bu minus a chiqaraman, ya'ni minus 17 qilib chiqarsam baribir 17 chiqadi. Minus bu yoqdan 18 chiqadi, bu yoqdan minus 19 chiqadi. Mana oldidagi minus aytyapman. Bu minus baribir plus bo'lib ketadi ildizdan chiqqandan keyin. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, minus 1 minus 3 javobi minus 4 chiqar ekan, B javobda turibdi. Keyingisi a teng ildiz ostida 5, b teng ildiz ostida 7 bo'lsa, ildiz ostida 560 ni soddalashtirilmayapti. Demak, men u uchun 560 ko'paytiruvchiga ajratishim kerak ekan. 2 ga bo'lsam 280 chiqar ekan, 2 ga bo'lsam 140 chiqar ekan, 2 ga bo'lsam 70, 2 ga bo'lsam 35, 5 ga bo'lsam 7, 7 ga bo'lsam 1. Demak, menda 560 2 ning 4-inchisi, 5 ning 1-inchisi, 7 ning 1-inchisi ekan. Deb o'rnaga keltirib qo'yadigan bo'lsam, ildiz ostida 2 ning 4-inchisi, 5 ning 1-inchisi, 7 ning 1-inchisidan ildiz olishim kerak bo'ladi. Demak, bu 2 ning 4-inchisidan 2 ning kvadratini olib chiqaman. Bu yoq ildiz ostida 5 ko'paygan ildiz ostida 7 ning o'zi bo'ladi. 2 ning kvadratini o'rniga 4 ni qo'yaman. Ildizda 5 o'rniga a ni, ildizda 7 ning o'rniga b ni qo'yadigan bo'lsam, meni misolim 4ab chiqib qolar ekan. Bu javobim a javobda. Yaxshi. Keyingi misolimiz 52-misol. 52-misolda 4 ildiz ostida 21 taqsim ildiz 7 plus 3. Shu misolni hisoblang deyapti. Demak, kattaroq misol. Ve qaranglar, irratsionallikdan qutqarish degan tushuncha bor matematikada. Ya'ni makhraj pluslik bo'lsa, o'shani minusligiga ko'paytirish qanaqa ifoda bo'lsa, demak, o'sha xossadan foydalanib, buni ham irratsionallikdan qutqaraman. 4 ildiz ostida 21 ko'paygan. Men buni irratsionallikdan qutqarsam, ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 3 bo'ladi. Makhraj esa ildiz ostida 7 plus ildiz ostida 3. Ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 3 bo'lar ekan. Minus bu yog'ini ham 2 ildiz ostida 7 taqsim ildiz ostida 7 minus 3. Demak, buni endi minus bo'lganda ildiz ostida 7 plus 3 ga ko'paytiraman. Makhrajni ko'paytirgandan keyin suratni ham ko'paytirishim kerak. Buni ochib chiqadigan bo'lsam, 4 ildiz ostida 21 ko'paygan ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 3 bo'ladi. Taqsim makhraji 7 minus 3 bo'lib qolib 4 bo'lar ekan. 4 larni ham qisqartirsam, minus bu ham bor qara. 2 ildiz ostida 7 ko'paytirilgan ildiz ostida 7 plus 3 taqsim bu yoq 7 minus 9 bo'ladi, minus 2 bo'ladi. Demak, minus 2 ni oldiga chiqartirsam plus 2, mana bu 2 bilan 2 lar qisqaradi. Demak, endi ildiz 21 ildiz 7 ga ko'paytirsam, mana qaranglar. Ildiz ostida 21 degani bu ildiz ostida 7 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 degan. Demak, buni ildiz 7 ga ko'paytirsam, ildiz bilan ildiz ketib 7 ildiz ostida 3 bo'ladi. Minus ildiz 3 ga ko'paytirsam 3 ildiz 7 bo'ladi. Plus bu yoq ildiz 7 ni 7 ga ko'paytirsam 7 plus 3 ildiz ostida 7 ekan. 3 ildiz ostida 7 lar ketdi. Demak, 7 ildiz ostida 3 plus 7 qoldi. 7 ni olib chiqadigan bo'lsam, ildiz ostida 3 plus 1 ekan menda. Endi demak, men shuni ko'paytirishim kerak. 7 ildiz ostida 3 plus 1 ga. Ildiz ostida 3 minus 1, ildiz ostida 3 plus 1 ga ko'paytirsam 2 chiqadi. 7 ni 2 ga ko'paytirsam 14 chiqar ekan menda. Javobim C javob. Keyingisi 50 juda katta hisob kitob ekan. Buni hisoblasak 1 chiqadi o'quvchilar. Buni ishlashga bu narxa ham sig'maydi. Ili vaqtimiz ham juda ko'p vaqt olar ekan. 50 ni ishlaymiz lekin. Demak, 1 minus shu hisob kitob hisoblashimiz kerak. Qaranglar, agar ildizlik hisob kitoblar kelsa, ildizni belgilaganimiz eng qulay yo'l. Ya'ni bu yerda kubinchi ildiz ostida AB kelyapti-ku. Demak, buni men kubinchi ildiz ostida A ko'paygan kubinchi ildiz ostida B qilib yozib olsam, kubinchi ildiz ostida A ni x deb belgilasam, kubinchi ildiz ostida B ni y deb belgilasam bo'ladi. Endi keltirib qo'yaman. Shunda menda A ni o'zi x kub bo'ladi, B ni o'zi y kub bo'ladi. Demak, 1 minus 1 plus x kub y kub taqsim 1 plus xy bo'lar. Mana buni formulaga qo'yadigan bo'lsam, 1 minus 1 plus xy
1 minus xy plus x kvadrat y kvadrat bo'lib qoladi. Taqsim 1 plus xy. 1 plus xy'lar ketdi. Birdan mana buni ayirsam xy minus x kvadrat y kvadrat bo'lib qoladi. Ikkala tarafdan ham xy olib chiqsam 1 minus xy chiqar ekan. Ana endi mana buni ham o'rniga 1 taqsim xy ni qo'yaman, chunki bu ham kubinchi ildizoda ko'paygan kubinchi ildizoda b. Minus 1. Makhraj berib yuborsam 1 minus xy taqsim xy bo'lar ekan. Endi mana shuni bo'laman 1 minus xy taqsim xy ga. Tepaga chiqazib yuborsam ko'paytirish qilib xy ko'paygan 1 minus xy ko'paygan xy taqsim 1 minus xy chiqadi. 1 minus xy'lar qisqartirsam menda x kvadrat y kvadrat bo'lar ekan. Kubinchi ildizoda a x bo'lgandan keyin ikkalovini kvadratga ko'tarib yuborsam kubinchi ildizoda a kvadrat bo'ladi x kvadrat, kubinchi ildizoda b kvadrat bo'ladi y kvadrat. Demak, kubinchi ildizoda a kvadrat ko'paygan b kvadrat degan javobi to'g'ri ekan menda. 55-misolga o'tdim. A va b butun sonlar uchun a minus 6 ko'paytirilgan ildizoda 2 plus 3a minus 2 b teng 8 deyapti. Bu yerda menga eng kerak so'z butun sonlar degan so'z. Ya'ni a ham b ham butun son ekan. Hozir men buni ochib chiqsam agar, bu yerda a ildizoda 2 bo'lib qoladi. Ya'ni ildizoda 2 lik hech qaysi son butun son emas menda. O'shaning uchun menda mana bu yoqda hech nima qolmasligi kerak bular butun son bo'lishi uchun. Mana shu ifodaning o'rnida 0 turishi kerak. Bu ifodaning o'rnida 0 turishi uchun a minus 6 teng 0 bo'lishi kerak. Bu yerdan a topib olsam 6 chiqadi. Endi ana o'rniga 6 ni keltirib qo'ysam 18 minus 2b barobar 8. Bu yerdan b ni topib olsam 5 chiqar ekan. Demak, a teng 6, b teng 5. Yig'indi so'm 1. 56-misolda mana shu tenglamani nechta tenglik o'rinli bo'ladi endi deyapti. Demak, men bilaman butun qismda x teng a ni yechimi a dan kichik yoki teng x kichik a plus 1 ko'rinishda bo'ladi. Demak, shu xossaga ko'ra buni ochib chiqsam ildizoda n 1 dan katta yoki teng kichik 2 bo'lib qolar ekan. Demak, birinchi ildizni yo'qotaman, kvadratga ko'tarib yuboraman. 1 dan ildizoda n kichik 4 bo'lib qoladi. Yana kvadratga ko'tarib yuboraman, mana bu ildiz ham ketadi. 1 dan kichik yoki teng ildizoda n kichik 16 bo'lib qoladi. Yana kvadratga ko'taraman, mana bu ham ketadi. 1 dan kichik yoki teng n kichik 256. 1 dan 256 gacha bilaman. 256 minus 1 255 ta sonim bor. Javobim D joyida turibdi. 57-misolga e'tibor beramiz. Demak, a plus b taqsim a minus b teng ildizoda 7 deyapti. Ko'paytirib yuboraman nariga. Ko'paytirib yuboradigan bo'lsam a plus b barobar ildizoda 7 a minus ildizoda 7 b bo'lib qolar ekan. A ni bu yoqqa, b ni bu yoqqa olib o'tsam, ildizoda a ni olib chiqaman. Ildizoda 7 minus 1 barobar b ko'paygan ildizoda 7 plus 1 bo'lar ekan. Bu yerdan a taqsim b ni topib olsam, ildizoda 7 plus 1 taqsim ildizoda 7 minus 1 ekan. Endi qaranglar, bu yerdan nima qilaman? Agar hozir a lar o'rniga buni keltirib qo'yaman desam, ishim ko'payib ketadi. Shuning uchun men a b taqsim a kvadrat plus b kvadratni x deyman. Ikkalayoqni minus 1-darajaga ko'tarib yuborsam bo'ladi. Minus 1-darajaga ko'tarsam a kvadrat plus b kvadrat taqsim ab teng 1 taqsim x bo'ladi. Nima buni ham alohida qavs yozsam, a kvadrat taqsim ab plus b kvadrat taqsim ab bo'lar ekan. A larni qisqartirsam a taqsim b plus b larni qisqartirsam b taqsim a qoladi. Ana endi a taqsim b o'rniga buni qo'yaman. Ildizoda 7 plus 1 taqsim ildizoda 7 minus 1 ni qo'yaman. Plus b o'rniga buni qo'yaman. Ildizoda 7 minus 1 taqsim ildizoda 7 plus 1. Makhraj berib yuboradigan bo'lsam, bu ildiz 7 plus 1 kvadrati bo'ladi. Ham 7 plus 2 ildizoda 7 plus 1 bo'ladi. Bu ham minusligini kvadrati. Bu ham 7 minus 2 ildizoda 7 plus 1 taqsim makhrajim a kvadrat minus b kvadratga tushib 7 minus 1 bo'ladi. Endi e'tibor bersak, 2 ildiz 7lar ketadi. 7 7 14 16 tepada bo'ladi, pastda 6 bo'ladi. 2 ga qisqartirsam 8 taqsim 3. Ya'ni 1 taqsim x'im 8 taqsim 3 chiqdi. Ana endi yana buni qaytib minus 1-darajaga ko'tarsam, chunki menga x kerak edi, x deb belgilab oldim. X topsam 3 taqsim 8 chiqar ekan. Javobim B javob. Keyingisi a va b butun sonlar uchun 6 taqsim 2 ildizoda 7 minus 5 teng mana shu tengsizlikni qanoatlantirsa, a plus b ni toping. Yana o'sha qoidam irratsionallikdan qutqarib yuboraman tagini. Demak, shunda mana buni, mana nima ko'rayotgan bo'lsangizlar, o'shani plusligiga ko'paytirib yuborishlaringiz kerak bo'ladi.
6 ko'paygan 2 ildiz 7 plus 5. Demak, tepaga ko'paytirdim, pastga ham ko'paytiraman. 2 ildiz 7 minus 5. 2 ildiz 7 plus 5 bo'lib qolar ekan. Endi bu ham 6 ko'paytirilgan 2 ildiz 7 plus 5 taqsim. Buni qaranglar, a kvadrat minus b kvadrat qo'ysam, 2 ildiz 7 ning kvadrati 28 minus 5 kvadrati 25. Buni hisoblasam ham 28 minus 25 3 bo'ladi. 3 yozaveraman endi birdan. 6 bilan 3 qisqartirsam bu 2 qolar ekan. 2 ni har biriga ko'paytirsam 4 ildiz 7 plus 10 bo'lar ekan. Shu manda a plus b ildiz 7 ga teng ekan. Demak, ildiz 7 ning oldidagi b ekan. Manda ildiz 7 ning oldida 4 kelyapti. Bundan kelib chiqadi b teng 4. Keyin narida qolgan ozod son a ekan. Bundan kelib chiqadi a teng 10. Mandan a plus b ni so'rayapti, qo'shsam 14 chiqadi. Keyingisi 59. İldiz a minus b plus 3a plus 5b plus ildiz b minus a taqsim a plus b bo'lsa, ani toping. Ha, bo'ldi. Demak, qaranglar, buni ichida ham a minus b turibdi, bu ildiz ichida, bu ildizda b minus a turibdi. Men bilaman, ildiz ichida doim nomanfiy son turishi kerak. Ya'ni a minus b ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak, b minus a ham katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Buni aytsam a katta yoki teng b chiqadi, buni aytsam b katta yoki teng a chiqadi. Mana bu degani a b ga yoki teng, a yoki b dan katta. Bu degani esa b a ga teng, b a dan katta degani. A katta b bilan b katta hech qachon o'tmas tushmaydi bular. Chunki b a dan katta degani b 1 2 3 bo'lib ketsa, a manfiy son bo'lib ketishi kerak degan. A b dan katta degan shuni teskarisi bo'lishi kerak degan. Bularda umumiy yechim hech qachon bo'lmaydi, bir-biriga ziddiyat bo'ladi. Demak, bularda umuman yechim bo'lmagandan keyin mana bu holni qaraydigan bo'lsam, a tengmi b teng. Demak, bu bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadi menda a teng b ekan bu misolda. Hammani o'rniga b ni qo'yib chiqsam, bu 0 bo'ladi, bu 0 bo'ladi. Bu yog'i 3a plus 5a taqsim mahrajimda 2 ta bo'lar ekan. Buni hisoblasam 4 chiqadi. Javobim B javob. Yaxshi, bizda navbatdagi misollar ham tugadi. Misollarni ko'rishni davom eting, bizni kuzatishni davom eting, like va reaksiya bosishni unutmang.